Assalomu alaykum hurmatli Ziynat uy-joy savdo kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimiz Farg'ona shahar 5 bo'ladi. Belova ko'chasida bo'ldi. Shundoqqina yo'lda bo'yidan 200 metr bu yog'ida mahalla ichida chiroyli bir korobka holatdagi hovlimiz bugun sotuvimizga chiqdi. Qani birgalikda obzorini ko'rib chiqamiz. Azizlar, hovlimizning qisqacha obzorini birgalikda ko'rib chiqaring. Podval qismiga keladigan bo'lsak, o'zimiz uchun kichkina bir oilaviy ishlab chiqarish, pechenye sex yoki tikuv sex qilsak ham bo'ladi. Ikki etajli qilib qursangiz bo'ladi. Egalari aytish bo'yicha plitalarini o'zini 41 dona qo'ydirdim shu kungacha deyilyapti. Egalari tomonidan aytilayotgan narxi esa 77 ming AQSh dollar deyilyapti. Yana oz-moz kelishadigan joyi bor. Ushbu video kimgadir qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Ziynat, sifat va ishonch belgisi.